Har kuni 24 soat davomida minglab insonlar Ka'bani tavof qiladilar. U Al-Haram masjidi markazida joylashgan. Uning surati ko'pchilikning uyini bezab turadi. Millionlab namozxonlar Ka'ba tomonga yuzlangan holda har kuni 5 mahal namoz o'qiydilar. Ka'ba Makka shahrining markazidadir. Bu ko'p shaklidagi inshoot dunyoda musulmonlar eng ko'p tashrif buyuradigan masjidda joylashgan. U qora mato bilan qoplangan bo'lib, ushbu video lavhada sizga Ka'ba haqidagi qadimgi va bugungi kundagi bir qancha siz bilmagan ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Ka'ba o'z tarixi davomida bir necha marta qayta qurilgan. Hozirgi kundagi Ka'ba Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar tomonidan qurilgani emas. Turli davrlarda Ka'bani tabiiy ofatlar va odamlar tomonidan buzilgani sabab qayta qurishga to'g'ri kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlik